Nimaga bizada qimmat? Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xudo xolasa biz bugun bitta Damas olib qoldik. Akamiz o'zimizni obunachi ekanlar, to'g'risi. Aka boshqa joyda qildirib qo'yuvdim mashinani, arzonchiga uchib, $500 joyda qildirdim dedilar. Kim qilganini aytmayman dedilar. Bizaga kerak emas do'stlar. Xudo xolasa biz bu mashinani to'liq boshqatdan yig'ib beramiz, injektorini. Mana bu simlarini joy-joyiga qo'yib, akkuratni qilib beramiz. Ko'rgan bo'lsanglar, oldingi videolarda ko'rsatganman. Biz polniy simlarini o'rab, chiroyli qilib beramiz. 100% hamma datchiklarni joy-joyiga qo'yamiz zavoddaga do'stlar. Bu yerda hamma datchiklar qo'yilmagan sababli mashina ошибка beryapti. Ham yurayotganda mashina juda ham ko'p bug'ilyapti do'stlar. Mashinani polniy boshqatdan teramiz, injektor qilamiz. Mana bu o'zini bachoklarni olib tashlaymiz do'stlar. Ko'rishinglar mumkin. Koreyskiy bachoklar bilan yig'ib beramiz. Mashinani proshifkalari bilan qilib beramiz. Do'stlar, xudo xolasa biz bu mashinani boshqatdan yig'ib, chiroyli qilib, egasini xursand qilib mashinani topshiramiz. Proyekt emas, har doim nomer 1. Qani ketdik.